Assalomu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 12-iyul Shvetsiya ko'chmanlar idorasi yangidan qaror chiqarib, 30 necha Uyg'ur ustidan ilgari chiqarilgan chegaradan chiqarib etish qarorini bekor qilgan. 2009 yil 5-iyul voqeasi yuz bergandan buyon Shvetsiyaga 100 ga yaqin Uyg'ur qochib kelib, panohlik tilagan edi. Bularning ichida 30 nechasining panohlik iltimosi rad qilinib, chegaradan chiqarib etish qarori berilgan. 12-iyul Shvetsiya ko'chmanlar idorasining vakili Shvetsiya radiosining ziyoratini qabul qilib, o'zlarining bu vaqtda mustaqil tekshirish olib borganligi, egallagan uchurlarga asosan bu Uyg'urlarni Xitoyga qaytarsa, ularning hayotiga rostilla xavf yetadiganligini to'nib yetganligini bildirgan. Mazkur radio programmasida so'z qilgan Shvetsiya Uyg'ur komitetining boshlig'i Maynur xonim Shvetsiya hukumati va Shvetsiya radiosiga minnatdorlik bildirgan. 5-iyuldan keyin izdiraksiz g'oyib bo'lganlardan biri Tudi Mehmet Tursunniyaz. U g'oyib bo'lgan yili 24 yosh. Qarqash noyasining Jahonbog' yesidan 2009-yili Urumchiga kelib, qassoblik tijorati bilan shug'ullanayotgan Tudi Mehmet Tursunniyazning 5-iyuldan e'tiboran izdirki bo'lmagan. Bo'g'irchilik bilan kun kechirayotgan yashangan ayol o'g'li Tudi Mehmetni izlash uchun qo'l ilkidagi mulki va terilg'u yerlarni setib, dastlab Urumchiga, orqadan Beyjingga arz qilib borgan. Ammo o'g'lining derikini olamaganning ustiga doirlarning jazosiga uchirgan. Xitoy doiralari 5-iyul voqeasining 3 yilligi munosabati bilan Uyg'ur elida qattiq bexatarlik tadbirlarini yo'lga qo'yib, tasodifiy voqea yuz berishining qattiq oldini olgan bir mezgilda Tianjindagi Uyg'urlar namoyish qilib, doirlarning yutib ketgan 13 yoshli Uyg'ur qiz delosini bir taraf qilmaganligiga norozilik bildirgan. Hong Kongni baza qilgan Xitoy kishilik huquq tashkilotlarining oshkorlashicha, namoyishga 100 Uyg'ur qatnashgan. Namoyish boshlanishi bilan doiralar necha yuz kishilik soqchini safarbar qilib, namoyishchilarni to'sgan bo'lsa-mu, lekin ikki taraf orasida to'qinish yuz bermagan. Biroq doiralar bundoq bir voqea yuz berganligini inkor qildi. Nam sharpini oshkorlashni xohlamagan bir sobiq yez boshlig'ining bildirishicha, Aqsu Igachi yezida 2006-yildan buyon yerlardan ayrilgan dehqonlarning soni 3000 dan oshadigan bo'lib, hatto bularning orasida yeridan ayrilib oshqolganlarmi bor ekan. Bu sobiq yez boshlig'ining ma'lumotiga qaraganda, shaharlik hukumat doiralari Uyg'ur dehqonlaridan elib olgan ba'zi yerlarni 10 hassa yuqori baho bilan Xitoy savdogarlariga setishga boshlagan. Aqsuning shahar yoki noya bozorlariga yaqin joylashgan terilg'u yerlarni egallab olish qilmishi atalmish Xinjiang xizmat yig'inidan keyin texmo jiddiy holatga o'tgan. Amerika Davlat Majlisi maxsus guvohlik berish yig'ini chaqirib, Xitoy planliq tug'ut siyosati va uning kishilik huquqi qanday buzg'unchiliklarni elib kelayotganligini muzokara qilgan va taraflarning bu masaladagi fikrini olgan. Yig'inda guvohlik bergan ba'zi faoliyatchilar Xitoyning majburlash xarakterlik planliq tug'ut siyosati noqul siyosiy iqtisodiy masala bilan cheklanib qolmaydiganligi, buning yana ayollar va bolalarning kishilik huquqiga munosabatlik zo'r masala ekanligini ogohlantirgan. Yig'inda guvohlik bergan Jungo yordam berish jamiyatining mas'uli Bob Fushichu Amerika Avom va Kengash palatalarining birlashma qaror ma'qullab Jungo xalqining bir farzandlik planliq tug'ut siyosatini bekor qilish orzusini ifodalashga chaqiriq qilamiz degan. Bob Fushichu apandi ziyoratimizni qabul qilib, planliq tug'ut siyosatining Uyg'ur elida intayin qabih ijro qilinayotganligini bildirdi. 4-navbatlik Dunyo Sharq Turkistonliklar uchrashish yig'ini 2012-yili 7-oyning 8-kuni İstanbul'da rasmiy boshlandi. Yig'inni Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati uyushtirgan bo'lib, yig'inda jamiyat raisi Hidoyatullo O'g'izxon ichilish nutqini so'zlagan. Bu qitimqi yig'inga 18 davlatdan kelgan Uyg'ur vakillar, tadqiqotchilar va diniy olimlar qatnashdi. Hidoyatullo O'g'izxon mazkur yig'inning Uyg'urlarning birlik ittifoqligini ilgari surishda muhim ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Tibetlarning ruhoniy raisi Dalay Lamaning 73 yoshga kirganligini xotirlash faoliyatiga alohida taklif bilan qatnashgan Erkin Aliptekin nutq so'zlab, Uyg'ur vaziyati haqida to'xtaldi. Faoliyat 2012-yili 6-iyul Gollandiyaning Amsterdam shahrida o'tkazilgan bo'lib, faoliyatga Tibet va Mo'ng'ullardan boshqa Erkin Aliptekin qatorliq bir qism Uyg'urlar qatnashdi. Faoliyatda Erkin Aliptekin apandi Uyg'urlar navbatda duch kelayotgan milliy va diniy assimilyatsiya, Sharq Turkistondagi boyliqlarning talon-taroj qilinishi qatorliqlar haqida to'xtaldi. Erkin Aliptekin ziyoratimizni qabul qilib, chet eldagi Uyg'ur milliy harakatining yaxshi davomlashayotganligini bildirdi.
1941 yılı 22 iyun günü partılgan Sovet-German uruşunun tunji janglarida Qozog'istondan bağan 20 neçe nefer Uyg'ur yigitning mu qahramonlik ko'rsatganligi ma'lum. Yaqinda Qozog'istonlik tarixshunos Leyla Ahmatova xonim maxsus Qozog'iston davlat arxivlarini tekshirib, Sovet-German urushining tunji janglaridan bo'lgan Berset qo'rg'inini qo'g'dash urushida Qozog'istonlik 456 nafar harbiy qatnashganligini aniqlab, ularning tafsiliy tizimligini e'lon qildi. Bu tizimlikka qaraganda, bu jangga qatnashgan Uyg'urlarning soni 20 dan oshidi. Bu harbiy xodimlarning mutlaq ko'pchiligi 1939-1940 yillari harbiy safga qatnashgan ekan. Ma'lumotlarga qaraganda, bu 20 necha nafar Uyg'ur yigiti Berset urushida botirlik bilan jang qilgan. Ularning mutlaq ko'pchiligi shu qitimliq urushda qurbon bo'lgan bo'lib, faqat oz bir qismlar Qo'rshovdan bo'sib chiqib hayot qolgan ekan. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.